Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Ma'lumotlarda aytib videomizdan yangi videolar olyapmiz. Bundan oldingi videoda ko'rishingiz mumkin. 200 ming so'mlik skidkani e'lon qilganda yana o'sha forma davom etyapti. Ya'ni videoni ko'rasizlar, like bosasizlar, obuna bo'lasizlar kanalimizga va kommentariy yozib omad yoki xohlagan so'zlarni yozib qo'yasizlar. Bundan chiqqanda so'zlarni yozib qo'ysalar, mana shu kelayotgan mana shu motobloglardan loboyni olasizlar, biz aytilgan narxlar loboyni olasizlar va 200 ming so'm skidka puliga ega bo'lasizlar. Unda tanishtirishib o'tadi. Birinchi o'rinda 7 kuchli motobllarimizni boshlab o'tamiz. Kentaur motobllarni yetib kelgan akalar ko'rishingiz mumkin. Turli xil hammasi narxlari bir xil yashil bilan mana tanishtirib ketaman. 170 motorli bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. 170 motorli. Оборотлari 950 oborotli bo'ladi akalar mana 2025-yil mahsuloti. Asad keskin narsa vozdixlari maslini bo'ladi. Kelar ko'rishingiz mumkin. Buni ichiga yarim qon masli ko'paysa motorga chang o'tib ketmaydi. Zavodnilar temirli bo'ladi akalar. 170 ya'ni 7 kuchli motor bo'lamiz. Balonlari 408 Cherokee balonlardan joylashgan bo'ladi. Mahsulotimiz Kentaur. Ya'ni bilasizlar o'sha legendarniy Kentaur mahsuloti bo'ladi akalar. Narxi qancha ekan deydilar. Narxi 3.700.000 so'm, ya'ni komplektida 4 qatorli freza va bitta agatlarni qo'shib beramiz shu narx ichida. Va shu narx ichida sotib oladigan bo'lsalaring biz 200.000 so'm bonus pulini beramiz akalar. Bundan keyingisi o'sha Rato tillarda starterli motoblok bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir oldi faralarni yoqib ko'rsatamiz. Bu albatta ledli bo'ladi. Mana faralarni mana bu yerdagi kulchatirdan yoqadi akalar. Mana bu bosasizlar va oldindan led faralar yonadi. Kechqurunda mashina yoritadi akalar, ko'rishingiz mumkin. Vozdixlar bunga ham maslinli, bunga ham yarim qo'y yoqib qo'ysa ham motorga zashta bo'lib turadi bu o'zi. Ya'ni motorga chang o'tkazadi, motor uncha-munchaga ushlab qolmaydi akalar. Bu ham 2025-yil mahsuloti. Kamiga starterli mana yelkalarga o'yib yozib qo'ygan. 170F motor mana ko'rishingiz mumkin. Starter ham ancha katta. Ya'ni 900 kuchli motorli starterdan bo'ladi. Akkumulyator ham katta akkumulyatordan joylashgan bo'ladi akalar. Bitta kal yuradi. Narxi qancha ekan deydilar, narxi 5.600.000 so'm. Komplektda agati va 4 qatorli frezalar bo'ladi. Shu narxda ichida va shu narxda ichida sotib oladigan bo'lsalaring, ya'ni 200.000 so'm bonus puli bo'ladi akalar. Mana keyingisi 15 ot kuchli benzinli bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin. 190F mana. Bu Tiger, ya'ni Excalibur. Excaliburdan bo'ladi. Mana ustlari temirli, oldida duvgalari ham o'ta katta qilib ishlangan. Ya'ni motorga sashta bo'ladi. Buni ham vozdixlar maslini, repalari ham temirdan bo'ladi. Ram qismi ancha baquvvat qilib ishlangan motorlari 190, ya'ni starterli bo'ladi. Maslidachiga ham ega. Hozir uni ko'rsatamiz. Balonlari 612 Cherokee eng katta balondan joylashgan bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Bu mana trosli bo'ladi, skorsda bu temirli emas, mana bu yerda trosdan boshqariladi. Kalitlar bor akalar, kalitga starterga yuradi. Akkumulyatorlar ham katta akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Mana starterlar ko'rishingiz mumkin. Mana o'zini motoriga 190 qilib yozib qo'ygan akalar. Narxi qancha ekan deydilar uchun narxi 7.800.000 so'm. Komplektda o'sha bitta kartoshka yo'lida ham qo'shib beramiz akalar. 7.800.000 so'm ichida sotib oladigan bo'lsalaring 200.000 so'm bonus puli qilib beramiz. Yana bitta qaytarib o'taman. Like bosasizlar, podpiska bosasizlar va kommentariy yozib omad yozib qo'yasizlar va 200.000 so'm bonus puliga ega bo'lasizlar. Kamiga bitta kartoshka yo'laydigan yoki agat qo'shib olasizlar akalar. 7.800.000 so'm ichida. Keyingisi akalar salarkali motoblogimiz bo'ladi. 15 ot kuchli. Ko'rishingiz mumkin. 360 gradusga buriladi. Hozir buni ham obzor qilib ketamiz. 192 Skyline firmasiniki mana 192 motoblogi bo'ladi. Sal ixchamroq akalar bu. O'ta kattasi ixchamroq bo'ladi. Demak, starterli kalitlar yonida joylashgan. Ya'ni bu patsojga yaqinroq bo'lish uchun kalitlar yonida joylashgan. Mana bu yerda svet yonadi, ya'ni lampasi yonadi. Nargisdan ekan. LED faralar yongan ekan mana. Kechqurunda o'ta mashina yoritadi akalar. LED faralar 4 tali bo'ladi. Uncha-muncha mashinalardan zo'r yoritib qo'yadi akalar. Temirli bo'ladi, skorsda. Temirlar ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Kamiga buni vozdixlarni ko'rishingiz mumkin. Vozdixi ancha katta, o'zi ko'rinib turadi. Vozdixni kattaligini ko'rishingiz mumkin. Motorga umuman chang o'tkazib yubormaydi akalar. Narxi qancha ekan deydilar uchun narxi 8.200.000 so'm. Komplektida bitta
agati bo'ladi. Agati bilan kartoshka yuradigan 8 ming so'mcha qo'shib beramiz shu ikkita narsani. Keyin 5 qatorli frezasi ham bor. Agar shunaqa sotib oladigan bo'lsalar, yana 200 ming so'm bonus pulni ham qo'shib beramiz akalar. Keyingi sakilar ko'rish mumkin. Kentavrda 190 15 kuchli 360 gradusga buriladigan motoblok bo'ladi, ko'rish mumkin. Starterli kamiga ko'rishlar mumkin akalar. Bu salarkani 15 kuchli deb yozilgan bo'lsa ham kamida 20 kuchga ketib qoladi. Bu salarkan baquvvat va o'ta moshinligini hisobiga. Narxi qancha imkon deydilar. Narxi 9 million 500 ming so'mda ichida sotib oladigan bo'lsalaring, bitta kartoshka rolini qo'shib beramiz va shu narx ichida sotib oladigan bo'lsalaring 200 ming so'm bonus puliga ega bo'lasizlar kerak. Kimga xuddi shu kabi motobloklar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlar 90 kodi bilan 851 68 sentor nomerlariga bog'lansalaring, men sizlarga yana to'liqroq ma'lumotlarni berib o'taman. Va manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri markazida joylashgan bo'ladi. Akalar bemalol kelib xarid qilsa ham 200 ming so'm bonus puliga ega bo'lasizlar. Jonli hisob olsangiz akalar, rahmat tomosha uchun. Bitta like, podpiska va kommentariy bu sizlarga bonus bu. Ya'ni bu bizga motivatsiya, sizlar uchun bonus bo'ladi akalar. 200 ming so'm bonus puliga ega bo'lasizlar buni orqasidan akalar.